Manchester Cityning o'zbekistonlik himoyachisi Abduqodir Husanov o'tgan kubok o'yinida bir taym o'ynadi va zaxiraga olingandi. Lesterga qarshi bahsda esa qaydnomaga ham kiritilmadi. Buni murabbiy Guardiola Husanovni derbidagi bahs uchun asrab qo'ydik degan sabab bilan izohlab berdi. Lesterga qarshi o'yinda Nico O'Reilly asosiy tarkibda chap qanot himoyasida, yoshga Guardiola esa markaziy himoyaga o'tkazilgan edi. Husanovda hech qanday jarohat yo'q edi. U Manchester Unitedga qarshi o'yinga tayyor edi. Har o'yinda bo'lgani kabi ushbu bahs oldidan bir nechta portallar o'zining taxminiy tarkiblarini e'lon qildi, biroq hech qaysi mashhur portalning asosiy tarkiblariga Husanov kiritilmadi. Kutilganidek haqiqatda Husanov uchrashuvni zaxirada boshladi. Husanov nega zaxirada qoldi? Faqat bir sabab: men chap qanotda ikki chap oyoqli futbolchini ko'rishni istadim. Shunchaki taktik qaror, deydi Guardiola. O'Reilly va Guardiola chapaqay o'yinchilar, demak urg'u chap qanotdan imkoniyatlar ko'proq yaratish bo'lgan.